qancha qilamiz, o'qiymiz, muvaffaqiyatimizni doim yonimizda bo'lishgan, duolari bilan dadamlar kelishadi. Ularga chuqur doim minnatdorchilik bildiraman. Mana shunaqa bo'larimning sababchilaridan biri bo'laman. Va ustozlarim bor. Ustozimga ham aytgandim, kelolmadi. Ota-onam, ustozlarim, barchalari mana shu yergacha sizlarga mana shunaqa narsaga yordam berishga sababchi bo'lishingizga ular sababchi. Avvalo Xudoga shukr deyishda shunaqa ravo ko'rganiga sizga rahmat. Bollarimiz orqa havaslar bo'lishda xo'jayinim bilan har doim duo qilganmiz. Farzandlarimizni hamma farzandlarini mana shunaqangi rahmat eshitib, hammasi odamlarni orqasidan gapiradiman endi. Xursandchiligimizni xo'jayinim bilan hamisha hammalaringga rahmat. Shunchalik mana o'g'limni shunchalik martabalarga erishibdi. Biz hamisha duo qilamiz, qo'limizdan kelgancha bolalarini orqa havasini ko'rsin. Biz hamisha bundan-da chiroyli, bundan-da nimalarga, cho'qqilarga, balandlarga yetishishda biz hamisha duo qilamiz. Sizlarga ham rahmat. Shunchalik mana hurmat qilib, boshlamasdan mahkamalarga hammalaringga hammalariga ularga ham o'rnida boshqa minnatdorchilik bildiraman. Hech qo'limdan kelmagan farqi yo'q. Doim aytaman, ba'zida xatolar beraman. Ilohiy shogirdlar. Manfaat ko'pmi, ozmi ularga qarashmaydi. Endi bundan keyin ham biz birgamiz Xudo xohlasa Robotronics Store, ya'ni sizga zarur narsalar bo'lsa kerak bo'lsa, yangi kanalimiz unga o'tib olasizlar. Yangi loyihamizda maktab darsliklaringizda kelgan mavzularni amaliy tarzda bolalarga ko'rsatib bera oladigan darajada ishlanmalar, loyiha ishlarini oson bajarib ko'rsatishingiz uchun mana shunaqa maketlarni tayyorlashni yo'lga qo'ydik. Bundan birinchisi svetofor. Svetofor loyihasi o'sha maxsus dizayn qilingan 3D printerda chiqarilgan va shu narsalar o'rnatilgan. Hech ham tortinmasdan sizga dars o'tishingiz uchun nima qulay va arzon bo'ladigan bo'lsa, shu narsani biz qilishga harakat qilamiz. Uni bizga bildiringlar. Gruppada domla yoki shunaqa narsa bo'lsa yaxshi bo'ladi. Taklif bildirishdan nimaga qo'rqasizlar? Nimaga fikringizni bildirishdan qo'rqasiz? Yozib qo'ying Telegramda. Bo'ldi. Biz hech qaysi ijobiymi, salbiymi fikrlarga biz keskin javob bermaganmiz, bermaymiz ham. Har bitta odamning fikrini hurmat qilamiz. Inobatga olamiz. Agar kelishilgan holatda shu taklif o'rinli bo'lsa, albatta bajaramiz. Qilib sizlarga taqdim etamiz. Va shuning uchun kanalimizda bo'lishlaringiz shart. Mana bu o'tda roboti bilasizlar. Aqlli xona loyihasi tayyor olasizlar. Misol uchun biz shunaqa holatga keltiryapmiz. Maxsus o'rnatadigan joylarni shuni o'rnatasiz deb nimadan yasasam ekanini o'ylanib o'tiribsiz. Tayyor ishlaydigan mana yuklar ochib yopiladi, tomlari va bu yerda ma'lumotlar ko'rinadi. Hozir oxiriga yetmagan, lekin shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Undan kichkinarog'i ham bo'ladi, kattarog'i ham bo'lishi mumkin. Znatok bu elektronikani o'rganish uchun. Bu o'quvchilaringiz yonib turibdimi?
to'garak tashkil etish uchun maxsus reja ishlab chiqaman, xudo xohlasa. Planimizda tushiribdi va hamjamiyatimizdagi har bitta o'qituvchini maktabida to'garaklarimiz bo'ladi. Sizlar orqali biz o'sha to'garaklarni tashkil qilishga yordam beramiz. Xohlasalaring maktab ma'muriyati bilan kelishinglar, xohlasalaring. Qisqasi, mana shu robototexnikani boshladikmi, orqaga qaytmaymiz va yanada rivojlantirish uchun qo'limizdan kelgan hamma narsani qilamiz. Har bitta maktabingizda ziqqalarni to'plang, to'garagingizni qog'ozda qolib ketmasin. Qog'ozda qolib ketmasin. O'tinglar va biz rejasi bilan metodik yordam bilan ta'minlaymiz. Sentyabrgacha tashkil qilamiz buni. Faqat guruhda shunaqa e'lonlar, yangiliklarga doim fikringizni, reaksiyalaringizni bildirib tursalaringiz, demak yaxshi narsa yozibsiz deb o'ylaymiz. Bu zinatoklar va videolar mana bitta ustozimiz olishdi. Video to'plami bor. Bu Lego. Video to'plami bu kichik yoshdagi bolalardan boshlanadi. 7 yoshdan katta bolalar qiyin emas. Harakatlanadigan narsalarni yasashi mumkin, boshqarishi mumkin va ba'zi bir vazifalarni bajaradigan qilish mumkin. Buni olganlar hech qaysinisi afsuslangani yo'q. Bu bo'yicha mana shu to'garakka kiritiladi bu. Harakat qilib turasizlar. Buni ham ishlatishni o'sha gruppada o'rgatamiz. Qiyin emas. Mana sayyora ustozimiz. Siz ishlatdingiz, to'g'rimi? Bu aqlli uy. Aqlli, qarang. Yomg'ir yoqqanini sezadi. Yorug'lik, quyosh chiqqanini sezadi, qorong'i bo'lganini sezadi va motorlarni ishlatadi. Agar o'tda bo'lsa, tuproq namligini sezib, o'zi sug'orib turishi mumkin. Nasos yo'q. Is gazi bor oshxonada o'rnatiladi. Yomg'ir yog'sa, derazalarni yopadi o'zi avtomatik. Bu yerda temperatura, agar odam kelsa, harakatni sezib eshikni ochadi va boshqa narsalarni, misol uchun temperatura, namlik shularga ko'rsatadi. Ichlaringizda bog'chada ishlayman deganlar bo'lsa, bog'chada robototexnikaga 4 yoshdan boshlab boshladik hozir. 4 yoshdan katta bolalar uchun 35 xil rangi bor. 35 xil rangni farqli oladigan bo'ladi bola va shakllarni farqiga borib, simmetrik shakllar yasaydi. Mana bu yerda ko'rsatilgan narsalarni motori yo'q buni. Legoni ofitsiallisi bu. Ofitsial. Har bitta detal. Robototexnikani boshlash uchun, bolalarda qiziqish uyg'otish uchun fundament.